nimaga B plexni tanlash kerak? Biza XPS mahsulotini chiqarayotganda hozir internetda har xil reklamalarni ko'rdik-da, XPS chiqarish. Kimdirlar meniki zo'r qayladi deydi, meniki kimdirki qattiq deydi, meniki ana yumshoq deydi, kimdir unda emas. Biza bu narsani ishlab chiqarishni boshlaganimizda 7 ta 8 ta eng oldi santexniklar bilan maslahatlashdik. Ya'ni masalan shu 2 likni oladigan bo'lsak, mashinangizni ularning talabi bo'ladi. Ya'ni ular hozir zamonaviy oldinga o'xshab armasetgan tashiydi, to'qiydi. Unga boylab chiqadi. U narsani minus 2 lari kelib chiqdi. Ya'ni ishqalanish, beton sabab issiqda kengayadi, sovuqda torayadi. Shlankalarni yoryapti, yorilyapti, teshilyapti. Ya'ni to'pli polda. Bu asosan to'pli polga mana 2ligimizda o'shanga ishlatiladigan bo'lsa, yorilyapti. Bo'ldi. Agar armasetga qilmayman desa, shunda skobani otib ketsa, ko'pchilikning skobasi qo'yib yuborayotgan ekan. Biz shu narsaga atidan e'tibor berib, o'sha 7 ta 8 ta santexnikimiz bo'lar ekan, mana zo'r chiqdi deguncha mahsulot tarkibini, holatini, og'irligi-yu, zichligi-yu hamma narsasini o'zgartirib bordik. Mana shu yanvar-fevral, ya'ni biz oktyabrda boshlagan bo'lsa, yanvar-fevraldan uje biz to'g'ri mahsulot chiqarishni boshladik.